Sen onayning qorni qanaqa edi? Meniki zo'r, sharoitlar zo'r edi. Necha kilo tug'ilding, jo'ra? Go'dakkina. Isming nima? Men qayerdan bilaman kecha tug'ilgan bo'lsam? Sen Jasurning bolasimisan? Siz tupoymisiz amaki? Men kecha tug'ilgan bo'lsam, qayerdan bilaman kimni bolasiman? Kimni u? Men ko'rmaganman dadamni. Dadangning radardan 34 ta shtrafi bor. Dadangga to'lab qo'ysin. Jarimalar vaqtida to'lanishi kerak. Shu gaplarimni yetkazib qo'y. Ketdik. Bu qanaqa dada bo'ldi ekan? Tug'ilishim bilan menga problema olib kelyaptimi? Shot favoriya. Shuncha o'rgatishing nima keragi bor? Men bir tug'ilmay ekan. Pushti kamarimdan bo'lgan bolam chiqdi mana. Dadajim, shuncha chaqaloqni oldida meni parod qildingiz. Oyi qaysi mashinada ketamiz, ketdik. Ha o'g'lim, tug'ilishing bilan недовольныйsan? Недовольный bo'laman-da, dada. O'tish vaqtida ham radarga tushasizmi? O'g'lim, sen bilmaydigan narsalar bor. Har tomoningda radar, Nexia uchlarda turadi, ro'parangdan kelib uradi. Bilmaysan desan. Bitta radar detektor oshish bo'lmaydimi? Oyijam, gapimni bo'lmang. Mana, hozir mashhur bo'layotgan inspektor radar detektori. Lina 2 usulitili bor. Radarlarni aniqlash bo'yicha eng so'nggi texnologiyalari bor. Endi shu panyatka milasiga panyatka o'rgatmasam kerak dada. Неужели, ha? To'g'ri bola. Qanday yalardi buni? Menga qara Jasur bolasi. Dadangga soliqdan qarzi bor. Soliqlarni vaqtida to'lash kerak. Boring amaki, o'zidan so'rang dadamni. Mendan nima so'raysiz? 3 kun bo'ldi dunyoga kelganimga shuncha problema olasiz demasin. Problema ruschami? Ruschani ham o'rganib oldim o'sha. Yaxki kelin ro'molchi beradi. Tezki. Salom, kelin salom. Qaynonasiga bir salom. Ey! Men salonchi kelin olganman. Salonchi kelinidan deylar. To'g'ri. Davay bosinglar. Salonchi kelindan salom. Baxtli bu ukajon. Ishbilarmon xotin olsan. Shukr aka. Shukr. Qo'shi. Tinchlikmi? Qayerga ketyapsizlar? Salonchi kelinga yuzimizda bir makiyaj qildirgan keluvdik. Menga kelgan bilan. Necha yozdirasizlar o'zi? 5 ga. Davay, tezlashing. Tezsiz qiling. Chopalang. Ukajon soqqan tagida qolding sen. Shukr. Dubaydan uyamoqchimiz. Endi shunday ishlab tursa zo'r, ola. Voy rahmat, rosa chiroyli bo'lib ketdik-ya. Xuddi malikalardek. Sog' bo'lasizlar. Voy o'lay. To'kurdim bularni tavba qildim. Bu stilda siz qayerdan bilaysiz? Bunisi zitta gitta, bunisi lata-lopasi bu. O'lsin. Obraz bu, obraz. Ha, uyda yerlari obrazini chiqarib qo'ymasin hozir bularni. Naqadar baxtliman. Erishsam deyman men orzu Assalom! Kimsiz? Onayman, bolam. Nima bu? Nima bu? Salonchi kelinim qilib qo'ydi. Yarashdimi? O'lsin shu kelingiz. Bu balki go'zallik salonida emas, avtosalonda ishlagan u. Yo'q, oldimga tur. Oldimga tosh qilig'ingga sanam. Aha, aka, tinchlikmi? Ha, xotiningni ko'rmaysanmi? Yangangni tuppa-tusuq sochini nima qilib qo'yibdi? Lekin yarashibdi. Nimasi yarashgan? Yalmog'izga o'xshaydi, qara. Bor joyiga qaytar. Hozir dadasi hozir. Tupuraman, tupurgim quriguncha soching joyiga qaytsin. Amanam nima qilay, buyadi-da buyadim. Bu ham qizil tinta ekan, sochini buyatdim. Yanga kelib shuni ham gapiga kirib sochingizni bo'yaysizmi? Undan ko'ra eklerda bo'yasangiz bo'lmaydimi? Xohlagan rangingizni chiqazib beradi. Rangi ham uzoq muddat ketadi. Agar kraskadan to'g'ri foydalansangiz, sochingiz rangini xuddi rasmdagidek chiqazib beradi. Undan tashqari yanga, shampuni ham, balzami ham bor. Sochingizni yaxshi oziqlantiradi. Qancha ekan jo'rmak? Nima ishingiz bor? Salonchimanda kerak bo'lan. Aya? Nima ovqatni o'zingiz qo'lingiz bilan yemayapsiz? Sim? Qo'lingizni ko'rsatingmi? Uyalaman. Ko'rsating, aya. Ha, o'llaring. Shuni ham qildingmi? Shunchalikka bordingmi, ha? Men oyijon go'zallik dunyosini o'zgartiryapman. Borda o'zingni onangning dunyosini o'zgartir. Meni onamning dunyosiga teginma. Qo'lingni sindiraman, tushundingmi? Dilbar ko'zi qaro dilbar qaldirg'ochmi qoshlari boshqa balo dilbar. Ona meni uylantirmasdan ketish yo'q lekin, ey. Tilginanga tirsak chiqqil. Qayerga ketaman? Prosta kirib bo'ldim. Ana shu qo'shni kelinga o'xshab, men sestra qizga uylantiraman seni nasib bo'lsa. Tomirga birga bir tushadi.
Qachon o'sha ona? Sabr qil, tuzalib olaymi? Mani yerga tegishimga baroqchomdan. Ya. Kimga uylantiryapsiz mani? Nima qildi? Qoshini qarang, Indrajitga o'xshaydi. Voy, chiroyini pishirib jiysanman, zato mistira. Uylanadimi yo'qmi menga? Parashnikka turibmanmi beri? Uylanadi. Xola! Missistra kelin olibsizmi? Xudoga shukr, kelinim mistira. Chaqalog'imni temperaturasi tushmayapti. Bitta ukol qilib bersin. Kerak bo'lsa ikkita ham qiladi. Kir. Qoshig'im, qoshig'im. Qoshig'im qara kelayotganda. Ko'rdingmi, balam, obro'yda bor. Yet qizgaliga shukr onajon. Qotillar! Bolam yig'lasa ovozi chiqmayapti. Ming bor o'zi podkoza ketibdi-da. Mandan o'tibdi. Aya. Dadam qani? Ichkarida qoshig'ing kapelnitsa qo'ygan. Dadajon. Kim? Dada? Sen nima qilding dadamni? Marhamat, men ozroq havo ketib qopti-da. Ming bor uzr, mandan o'tibdi. Bitta antibiotini olasiz. Unga antifox va antistepni aralashtirib, Kaka shunaqa qiluvdim hozir. To'xtang chona. Bormi og'riq? Yo'q. kimgadir ukol qilsangiz, bu sizning eng katta xatoyingiz. Bu odamni shok qilib qo'yishingiz ham mumkin. Nima bo'ldi o'zi? Nima qilding? Nima qilib qo'ydim o'zi? Onangni shunaqa ukol qilganmisan? Xolajon, o'zingiz keldingizmi? Nasib kerakmi? Mana aya medsestraga uylan dedingiz. O'ldirishga sal qoldi. Va qoshig'il bakki. Sen qayerda o'qigansan, Indrajit? Men karantinda onlayn o'qiganman. Yanga siz qayerda o'qigansiz? Men Termiz iqtisodiyot va servis universitetining tibbiyot yo'nalishida o'qiganman. Yo'q. Ha, u yerda davolash ishi, pediatriya, stomatologiya, farmatsevtika va biologiya yo'nalishlari bor. Ertachi eng malakali o'qituvchilar dars beradi. Hamma talabalargacha barcha sharoitlar qilib qo'yishgan. Mana aya, o'qigan baribir bilinadi-da. Mana bunaqangi o'qimagan chala savodlar odamlarni o'ldiradi. Qoshingga sona. Yo. Jo'rabek, unga ukol qildirma, molingni o'ldiradi. Ya, kelini qo'li yengil ekan, molimga bitta ukol qildi, tuzalib ketdi. Ha, sen mol doktor ekansan-da. ای تخار آمدم ای تخار آمدم فرخار میرم لالا حتی یار آمدم به یار میرم لالا aka, Munisapa Lopesmi? Ha! mashinam buzilib qoldi. Itarishga yordam berib boring. Böyle gap yo'q, sizni mashinangizni itarish biz uchun sharaf. Haydang, sekin itaraymi? Rahmat akajon, siz yordam beringiz, mashinam yurib ketdi. Nech pul bo'ladi? Yo'q, uyat bo'ladi, sizdan pul olsam. Agar iloji bo'lsa shu nomeringizni bersangiz, shu bir-ikki xizmatlar bo'lib turadi. Lekin unaqa bezovta qilmayman. Vizitkamni beraman, xo'p? Nima xizmat bo'lsa, ayting. Rahmat, mashinangizni itargandan xursandman. Salomat bo'ling, xayr. Alo. Alo, Munis, qalaysan, yaxshimisan? Ha, rahmat, kim bu? Men mashinani itargan bo'laman. Ha, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qani xizmat bo'lsa telefon qilaverasa deganding. Shomurod jo'ramni bir tug'ilgan kuni edi. Telegramdan yumaloq video tashlab, Shomurod deb. Bo'pti, xo'p, bo'ladi. Bo'pti. Jo'ra rahmat senga. Nima dedi? Urving-ku men uchun. Suv desam kaftimga qo'yadi. Shomurod aka, assalomu alaykum. Tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Yuzga kiring. Familiyamni aytmabdi-ku, Shomurod tiqilayotgan bo'lsa. Nima shuni vaqtida aytmaysan, jinni? Alo? Munis, qalaysan? Men mashinani itargan bo'laman. Ha, da, aka, tanidim. Gapiring. Buni familiyasini aytmabsan-ku, Munisjon? Egan berdik, devoy. Voy akajon, men hozir bandman. O'lsin, siz faqat bandsiz. Davlat ishida ishlamaysan-ku, Munis. O'sha kuni men ham itarayotganda band edim. Qara, sal kulibroq jo'natsin, seryozni bo'lmasin unaqa. Aka, sal kulib jo'nat, sal uncha seriozmisan. Bo'pti, xo'p. Nima baqvor? Qayringdan yuding mashinamni. Aka. Pulingni olmaysan, qarovchi. Aka, bekor bunga qattiq gapirdingiz. Nimaga? Munisa Rizayevani mashinasini itargan bola bo'ladi bu. Seryozmi? Nima deb o'ylading? 5 soling aka unda. Toat qilingni. Munisa Rizayevaning mashinasining orqasidan ushlagan qo'llarimni kir qilmoqchi emasman. Aka,
hozir 3 ta odamga ashula aytamanmi? Nima qilibdi? Men bir o'zim mashinani itardimmi? Sen ham 3 ta odamga aytasan. Bugun onamni gashtaklari bitta chotka qilib qo'shiq aytib bergin. Xizmat bo'lsa qilaman deganmiding? Ha. Davay. Hey, aka, sizga bay bo'pti paka. Xafa bo'lib gaplashamiz, balki yana ko'rishamiz. 5 oling boriga baraka. O'lim nima deb jatdi buning? Aka deb. Ona deb aytsin. Ona deb aytasan. Akani olib tashlashanda ona deb aytasan. Hech qanaqa muammo yo'q-ku senga. Hey, ona, sizga bay bo'pti paka. Munisa Ridayevani mashinasini itargan moykachi siz ekansiz. Shu mashinani qanaqa itardingiz? Ishonasizmi aka? Kalbasa yegan pulimiz bo'lmasdi-da. Shunday go'yo kutishday keldilar-da. Mashinamni itarib boring dedilar. Bunday qilib itardim-da. G'ing qilib ketdilar-da. Endi bunaqa mashhurlikdan keyingi maqsadlar nimadir? Ya maqsad katta. Yana shunaqa mashhur san'atkorlarning mashinasini itarish oliy maqsadim. Nima bo'ldi, deymi? Voy, yo'q, men intervyu topshiryapman. Voy, intervyu beryapman men. O, mashinasini itaribsan, bildim. Yo'q, yuribdi. Keyingi savol. Alo, Munis, qalaysan o'rta? Qara bir bolalar bilan choyxonada o'tiruvdik. Hali yangi chiqqan qo'shig'ingni bitta jonli eshitaylik endi. Gronkaga qo'yganman, bitta aytib ber. Ey aka, farosatingiz bormi sizni? Soat 3 da ham telefon qiladim, dam oling. Qaysi ko'rdan shunga itartirdi mashinani bilmayman. Damini berib-ku. Kulmay nima kulyapsan, ha? Damimni berdim men. Bu tushunmadim. Seni Munis tanimaydi. Nima tanimaydi, mashinasini itarganman. Tapchikam, qani tapchikam? Farosatli, tur o'rningdan. Sizni kim kirizdi bo'tga? Bittasi qo'shig'ingni aytsang o'larmiding? Shuncha jo'ramni oldida parod qilding. G'alati emasmi siz? Qaytib itarganim bo'lsin mashinangni. Argentina tuqib o'zingcha zvezda bo'lib qoldingmi? Kibrxon. Eringga ayt, ering itarsin. Hey, aka, sizga bay bo'pti paka. Qodir quloq. Qo'shni yaxshimisiz? Anaqasiyo. Ko'rdingmi? Qizim Koreyada o'qishni bitirib keldi. Tabriklayman. Ming bor uzr qizim. Endi naryoqlarda o'qish sanga emas-da. Bechora otangni kasriga qolding-da. Jam kulmaylar, ha. O'zi taqdir bularning ustidan kulib o'tiribdi. Aka, hazil qodir quloq. Menga qara. Bilaman, yozi chillasida orqang shunaqangi kuyyapti. Ana chaqaloqlarni ko'tib pista surtadigan pritsepka bor-ku. O'shani surtgan achimaydi. Davay, qodir quloq. Nima qilyapsan? Butun mahallada bizni oila gap-so'z. Yasha qizim. Voy, yaxshimisiz? Qizingiz Koreyada o'qiydigan sovchilikka keldik. Qodir quloq, bizni uyga o'sha sovchilar kelyapti. Sanki kelmayaptimi? Kelmaydi hamda. Qizingiz o'zi qaysi institutda o'qiydi? Texnologiya fakultetiga joylashgan kollaboratsiya mexanizatsiyaga kiritilgan kitobning Qizil mamlakatiga kirib ishlaysiz. Ana ko'rdingizmi? Ismi esingizda qolmaydi. Qizingiz bitta qarsha gapirib bersin, maktabda dars berardi-da. Qarsha gapir. Angru mehrimi? Tojikcha gapiryapsan, qarsha gapir deyapman. Junsang, Jumon, Oshin. Tangem. Bizga qizingiz yoqmadi. Ketdik, qaraylik. Voy, Antepda qizim bir ekan. Nima yoqmaydi? Dahka. Qanaqa gapiryapsan? Faqat Koreyada kino ko'rdingmi, nima bo'ladi? Hey! Qizim, siz qayerda o'qigansiz? Avvalambor so'zimni assalomdan boshladim. Assalomdan boshladimmish. Yersirama o'l. Men Toshkent Perfect universitetida o'qiyman. Kontraktlar ham arzon. 8 million so'mdan boshlanadi. 1,5 ming kishilik yotoqxonasi ham bor. Har bir talabani o'zlari ish bilan ta'minlab berishadi. Bo'ldi, men sizni kelin qilaman. Xolajon, men ham so'z boshimni avlodimdan boshladim. Nimada? Assalomdan. Voy, menga yoqmadingiz. Qo'shni, To'rinur, Suxoy.
Boshlandimi? Yomonam yonyapti. Choy qaynadim bolam. Yo'q-da, olov pastlik qilyapti-da. Hada Qodir quloqni qizi zo'r o'qishga kiribdi-da. Eslatma shuni. Orqaga zo'r yonyapti-da, choy qaynayapti. Bolalar, qizdiramiz, yondiramiz. Gözüm zülfü zerde hayallerde Saçları emberdur Bo'ldi, to'polon qilmanglar ey. Sayfulloh, yig'ishtir jo'ra. Yutdir jo'ra. Kim eshadini tan to'yiga boshqa? Biz bu mashinasida ketamiz. Siz bilan keting. Siz bilan ketasizmi? Siz bilan. Meni kim olib ketadi? Zapravkaga 50 ming so'm bersang olib ketaman. Malohat. Ota-onangiz tashlab ketayotganingizga yig'layapsizmi? Qizingga bu yog'iga to'y qazangan bo'ldim. Bosamas! Lachlasmin! Jigar hech narsani o'ylama. To'yingga chitir-chitir somsamandan to'yona. Kelin baxtli bo'laylik. Katta ish qilibdi-ku bu. Uyga ruxsat berdi onam, baxtli bo'lsin dugonam. Realni yirtadi barsan, to'yingga yoptirdim chitir-chitir somsa. Tushunmadim. Yirtaman hozir. Tushundingmi? Yirtaman, realman. Nima qilyapsiz, jo'ra? Kuyov suzilish. Qadrdon do'stlar, davday yurajam maydonga qadrdonday. To'ylar qutlug' bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin iloyim. Ikkala yosh baxtli bo'lsin iloyim. Keyingi navbatni onalar operatsiyasiga beramiz. Dam olishlaring Kimni onasini operatsiya qilasan? Onam kasalmi operatsiya qilasan? Yaqinda o'zi operatsiya bo'ldilar. Bo'ldi, jigar o'zingni bosay, men chitir-chitir somsani hal qilib qo'yganman. Sabr somsa qilmaykan. Yomon jo'ralarni chaqirib kelay. Nimaga? Qizdirib turmaydimi? Padeshga kelmaydimi? Добрый вчера, qizlarjonlar. Ko'p kishi so'rabdi menga istoriyaga nima ko'rinmaysiz debdi. Men endi mazam bermadi. Endi meni kuzatib boringlar. Men endi qaytdim. Paka. Yes! Kamila Lola qaytdi. Bechora kasal bo'lib qolgan ekanda. Bugun kun bo'yi kuzataylik endi uni. Ha, boshqa ishimiz yo'q, uni kuzatishdan boshqa. Hayot o'siz shunaqa zerikarli bo'lib qolganda. Qaytgani rost bo'lsin. Добрый вечер, qizlarjonlar. Voy, shunasizlarmi shunaqa dayratim portlab ketdi. Qachon yangi video qo'yasiz deb. Bugun yangi video qo'yaman, kutinglar. Paka, sizlarni yaxshi ko'raman. Bolalar, biz kutgan kun keldi. Kamila Lola bugun yangi video qo'yar ekan. Halo aya. Bugun aksiya bo'lib turaylik. Kamila Lola yangi video qo'yapti. Ha, men ham quvondim ayajon. Assalomu alaykum podpисчиklarim. Bugun men uchun juda muhim kun. Iltimos duo qilaveringlar. Qanaqa muhim kun? Mayli, nima bo'lganda ham duo qilaylik Kamila Lolani. Kamila Lola, ishlaringga omad, singilcha. Juda ham ta'sirli video ishlabdi.
Makito, mandan hammalar so'rabsizlar qanaqa suv ichasiz deb. Men aytsam, endi men Achako kompaniyasi Makito Fresh'dan ichaman. Qo'zichoqlarim sizlarga ham tavsiya qilaman. Ko'pchilik mendan so'raydi deyapti. Bechorani direktiga hamma yozib bezita qilsa kerak a. O'zi nechta podpischka bor buni? 3 ta podpischka bor. Biz 4 kishimiz-ku. Kim atpisatsiya qildi? Kim atpisatsiya qildi Komila Loladan? Bechora biz uchun shuncha narsani tavsiya qilyapti. Senlar atpisatsiya qilasanmi? Assalomu alaykum shefim. Menga qaralagancha, hozir to'yga Jambo degan qo'shiqchi keladi, yaxshilab kutib olasan, tushundingmi? Xo'p bo'ladi, xizmatdamiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Oyoqlar to'yga borib o'zimni osay. Jambul aka yaxshimisiz? Jambul aka. Aka, men Jambul emasman. Ha, Jambul emasmisiz? Assalomu alaykum, Jambul aka. Jambulmisiz? Yo'q, men bilmayman. Jambul emasman. Assalomu alaykum, Jambul emasmisiz? Jambul kim bu yoqda? Jambul kim? Assalomu alaykum aka. Sahnalar tayyormi? To'yni boshlaymiz. Qanaqa sahna? Bor salatni qo'y stolga. Aka, Jambul aka shu kishi. Jambul shumi? Ha? Yesani basharang. Muncha fayzli. Jambul aka. Jambul ovozi bulbul. Xush kelibsiz. Marhamat, to'y sizga xizmatdamiz, shetdamiz Jambul aka jonim. Bu Jambulmi? Bu Susanbulmi? Bu kim bu? Men buni bir o'zim to'yga chaqirsam butun armiyasini olib kelibdi-ku. Ko'rdingmi Jambul bilan aloqam qanaqa? Sen Jambul bilan qachon jo'ra bo'lding, jo'ra? Biz jigarmiz, biz tutishganmiz. Qo'ysangchi, seni tanimaydik Jambul. Ko'rmadingmi boya? Ya'ni Jambul kelib, bor so'rashgani chop. Ya jigar Jambulbek, jigarim. Jambul iltimos meni mahkam quchoqlar, ular bilmasin. Mahkam quchoqlar, pulni beraman, xo'p? Pulni beraman. Quchoqlar jo'r. Qo'chir! Mani ham jonim chiroyli. Jambul, men bor o'zi Sumbulmiding, kim eding? Akalaring bitta rasmga tushsin, pulini beraman. Aka to'y ketyapti bu yoqda. Ya to'y o'zimizniki, sen parvo qilma, qo'jam. Bitta rasmga tushgan pulni beraman. Lekin ovozing ham bulbul. Bo'ldi, uka xizmat bo'lsa shu yerdami? Bos! Jambuljon bir minutga. Men bor uzr ukajonim, xizmat bo'lsa shu yerdaman ukajonim. Jambuljon, ana klipingda o'ynagan qizning nomeri yo'qmi? Nima qilasizmi? Bo'lsa bir rozi qilardim ukajonim, nomerini ber. Yo'q. O'zinglarga faqat ha. Jambuljon ukajonim, mana 5000 ni ol, bitta Bobur akam talabiga binoan deb bitta oq kabutarni ayt. Kabutar aytayapman. Bitta yana ayt, qiynalyapsan, o'lyapsanmi? Ayt, xizmatdamiz bu yerda, uka. Marhamat, Bobur akam talablariga binoan oq bu kabutar 40-marta. Aka, boya xizmat bo'lsa bemalol degandingiz. Gostinitsa gaplashishga iloji bormi? Jambul. To'y bo'lmayapti. Mani jonim chiroyli Ilmurod aka, muncha qaltiryapsiz? Xolida jonim. Srajlar rождения. Juda ham hayajondaman. Tug'ilgan kuningdan tabriklayman. Mana sovg'a senga. Seni sevaman. Chal. Ko'ngil torimni chal. Ko'nglimdagi Voy, ular Ilmurod aka menga telefon sovg'a qilibdilarmi? Voy! Sevgilimni ko'rdingmi? Ha, o'lding qaltiroq. Lekin sen zo'r chalding. Xuddi avnikini chalgandek bo'lding. Kimnikini? Bitcoin'nikini. Yur endi men senga yeriyman. Yuriysanmi? Ha, to'yirmasdanikida yur. Endi sevgilimni nima qilaman? Uylanasan. To'ydan keyin zo'r bo'ladimi? Va to'yirmazda 300 gramm kalbosa qovuring tuxumcha bilan. Buxanka ayt. Buxanka chipsi salat bilan. Lekin yomon chalar ekansan. Chalishga usta ekansan. Qayerda o'rganding? 4 yil konserva bankada nimaga o'qidimmi? Konserva banka? Konservatoriya. Qanday chalyapsan sen bunda? Qilyapsan? Ichingga tortasan, tashqariga chiqarasan. Tushunaysanmi? Ko'rasan. Yo'q, men chololmayman. Tabrik, qaranglar, men tug'ilgan kunimga telefon sovg'a qilishdilar. Voy qizim,
umring ham mana shu telefonday chiroyli bo'lsin. Baxtli bo'lgin qizim. Aytgansiz kelsin. Bu o'zi qanaqa telefon ekan? Nomi nima ekan? Bu Honor, o'zi trendda. Qani qizim, bir oilaviy rasmga tushaylik. Hay, qorong'ida xirachadi. Nima deyapsiz xohlashga? Bu Abidga ham, Qarong'iga ham kamerasi cho'tka oladi. Mana. Mani ko'zim yumilib qopti-ku. Nima deyapsiz xohlashga? Bu telefonda ortiqcha narsalarni kesib tashlasa bo'ladi. Mana, sizni kesib tashladi. Voy, o'zi men bu uyga ortiqcha odamman. Kesib tashlaveringlar. Men ketdim. Bekor kesdinglar shuni qizim, shu ko'zini ochib qo'ysang bo'lmasmidi? Murod, 12600 bo'lib tushladin. Yo'q, nomicha qilma. Tuxum ochdimi? Kolbasa ochdi. Kolbasa shuncha oshadimi? Kolbasa halolda. Ha, halolimi? Hozir telefonni to'layman. Ya tavba. Ya tavba. Ishlaymi? Holdan tug'ilgan kuniga pilti shikolat oluvdim. Adashib telefonimni beribman-ku. Yo'q, Ye, chumo. Hozir olib kelamiz aka. Putinni nimaga ushlab ketdi u? Otam degan telefon qilib ko'taraqani? Elmurod qayerdasan eshak? Velik qani eshak, velikni olib kel. Adash tushdi chog'imdan. Assalomu alaykum. Xolada uyishga. Telefonni ber. Honor telefonni ber. Telefonni ber! Ha, yo'q, garanik qoladi o'zini. Men senga pilti shikolat olgandim tug'ilgan kuningga. Telefonni adashib berib men bor uzr, yoqimli ishtaqa. Oshqmadinglar. Shoshma. Sen nima qizimni ko'nglini xira qilib ketyapsan? Men nima xira qilaman aka? Prosta adashib qolibman, qaltirab bo'yab. Men hozir shunday qilaman, sen dunyoni xira ko'rasan. Tushunding? Amaki! Nima qilay, shu joyda saksofon cho'tka qilib chalib beraymi? Uncha chalishga qiziqdingiz do'stim. Shu chalinadigan joymi? Ha, ishlamayapti. Uyga borasan, uyda mazza qilib cholasan. Yur bu yoqqa. Ha, ishlamayapti. Ha, ishlamayapti. Kim choldiradi hozir? Yur deyapman. Yo'q, to'xtama, ishlamayapti. Ha. Ishlamayapti. Qurtlagan tishing. Onam mening, onam. Onam ya Bahodir qoch! Bahodir qoch, mayvama. Sanar mayvama, sen boya yurding, men navbatda. Yo sen unda qila. Akajon. Iltimos akajon. Mana shu radnoyim bu Jo'rabek yuvadi deng. Iltimos o'tirib so'rayman, sharmanda qilmang. Bo'pti, Jo'rabek yuvadi. Qoch, sen balonni yuvasan. Balonni qoraytirsan. Labingdan o'psam jonim, nima qilasan nima? Gel. Qancha bilan yuvaysan o'zi? Aka o'zim yoki 100 ming. 150 ming bersangiz mehr bilan yuvib beramiz. 100 ming bersa mehr bilan yuvmaysanmi? Sal mehrsizroq bo'ladi-da. Bo'ptimi? Kechga olib ketaman. Bo'pti aka. Muzikani qo'y, kalon baland qilinglar. Bahodir. Kassani puli sanda tursin. Bo'l. Barchalar, bugun bir nochnoy klubga bormaymizmi? Mana aka kelguncha pengonchada bo'lamiz. Jo'rano Real Madrid qanday o'ynaydi? Yaxshi o'ynaydi. Sen nima Neftema qo'shilyapsan hozir? Yo'q, yaxshi o'ynaydimi? Ha? Bo'ldi. Hammasi tug'ma, konfet qo'chirar o'rnidagi tumba. Shunda qo'bilib bor senga ma'lumma. Bitta oldida rasmga tushsam mumkinmi? Kechiring meni onajon. Sen to'xtada. Nima kiyinib kelding? Вечерной? Klubga kelyapsan, klubni kiymaydimi? Klub вечерda bo'lyaptimi? Sizlarjonlar bizani mehmon bo'lib qola olmaysizlarmi? Yaxshi yigit, moykada ishlaysizmi deyman. Qatdan bildingiz? Rezinka etik kiyyapsiz-ku? Salomat bo'linglar. Jo'rabek, Real yaxshi o'ynaydi ishqilib, ha? Realki yaxshi o'ynaydi, ani befarosatda o'ynashni qara. Qarang, sizlar точно moykada ishlayotgansizlar-ya. Menga qarang. Siz kimsiz? Folbimisiz? Qayerdan bilyapsiz? Ana, o'rtog'ingizni qarang, oyna artyapti-ku. Talbat, nimaga o'ynayapsiz? Dog' bo'lib qopti-da, qara o'yna. Bitta urib, qalbingdagi dog'ni to'kaman, xo'p? Vau. Mashinangiz bor ekan-a? Da. Qanaqa mashina? Fengon.
Gibrid. Alo. Jo'rabek. Jo'rabekmi isming? Mashinam qani? Da, mashinang manda. Nimaga sanda bo'ladi? Qanaqasiga sanda bo'ladi? Tez olib kelib ber mashinamni. Avval aytilgan summani berasan, keyin olib ketasan. Qanaqa summa? 150 mingmi? Ha, 150 ming dollarda. Akajon, men bor o'zim yoshlik qilib qo'ydik. Yoshingga qara! Ho'kizdek bo'lib yotibsan. Nimaga ruxsat solib ketding mashinani? Qanday to'laysan endi? Bo'ldi, spokойся, hammasini to'laymiz. Bahodir chop kassadagi pulni olib kel. Kassada pul yo'q, yutqizib qo'ydim. Nimaga yutqizasan? Men sendan ertalabdan so'rayapman. Real yaxshi o'ynaydim dedimmi? Yaxshi o'ynaydi Real. Yutqizib qo'ydik-ku, bor pulimizni tikkandi. Akajon, mashinangizdan yog' chiqadimi? Nima qilasan? Mana shu etigimni uchiga surtayda. Bildigan nima qilishimni? Turchi. Kylian Mbappeni udaridan yeysan. Qayam qichyapti? Ko'zim qichyapti menimcha. Fozil Chaqmoq. Voy, Nodir Shilta yangi mashina oldingmi? Yangi mashina oldim. Qalay? Voy, malades. Buyursin. Yaxshi kunlarga menga buyursin. Rahmat, senga ham buyursin. Buyursin. Nima bo'ldi bunga? Ko'z tegdimi? Yangi mashina. Nima bo'ldi? Ko'z tegdimi? Hayronman, salondan olib chiqdim hozir. Shunisi yomon-da. Yangi devding-ku. Salondan olib chiqdim. Attang. Bugun xohlagan narsangni olib beraman. Yo'q, Rustam. Hey, Jo'rabek, sen qayerga ketyapsan? Fozil Chaqmoq, yaxshimisan? Bugun kelining bilan 20 yil bo'ldi to'yimizga. Ko'z tegmasin, 20 yildan beri biron marta ham janjal qilmadik. Shuni yuvib kelaylik. Voy, ko'z tegmasin, malades. Havasim keldi. Ko'z tegmasin baxtinglarga. Gazni o'chirdingmi? O'chirmabman. Nimaga o'chirmading? Ishdan chiqib siz o'chirsiz kerak. Yo, nimaga men o'chirishimni? Sen ayol kishisan. Miyangni ishlatsan. Qo'li tushirib gapir. Maydonga o'tiraman. Urishmanglar. O'lsin shu gaz. Ko'z tegdi mana sizlarga. Bor qo'l uyga, ichqariga bor. Voy, gaz o'lsin. Mana senga 20 yil. Tushundingmi? Mahallada anudugam. Ha, nima yashinib ketyapsan, ukajon? Bu yoqqa kecha. Basharingga ot debdi. Nima bo'ldi, ukajon? Qaramang, amaki, momam aytdi, Fozil Chaqmoqni ko'zi qattiq, ko'chaga chiqsang qora kuya surtib chiq, ko'z tegmaydi dedi. Shunaqa dedimi? Bor yo'qon. Qaramayapsizmi? Nima qarayman, o'libmanmi senga qarab? Bor, kel. Ha, palakat, ko'z tekkanda ham yomon ko'z tegdimi deyman-da. Tiroq sotkingni ishlarsa qilmadim. Ha, ukajon, qora kuyang ish bermabdi-ku. Voy, momang adashibdi-da. Sen ham palakat bo'laykansan, ey. Fozil Chaqmoq. Sassiq, Jo'rabek sari qalay? Uylar, yangi uylar bor bo'lsin, gap yo'q. Kelin pirpirak ko'ylaklar bor bo'lsin. Muncha chiroyli bu. Xush kelibsizlar. Vannalari ham kengina ekan, kattagina ekan, ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin, Jo'rabek. Ichkari kiramiz. Suruvchiga ko'z tegmasin. Qani ilohim men. Qadam yetdi, balo yetmasin. Nima bo'ldi? Voy, ular dadasi vannadagi turba yorilib, fashillab suv oqib ketdi. Palakat, ko'z tegdimi deyman-da. Mana bir qaray. Ko'z yomon-da, ko'z yomon. Qo'shni, 1 soat bo'ldi, biz ketaveraylik. Nima qilaylik? Hozir qo'ysin, mana bu tagida bo'ldi. Ko'raylik-chi. Bir chirigan uy yo'qmi? Nima bo'ldi, qo'shni? Ko'rmaysanmi? Yangi uyga eski turbalarni qo'ygan, portillab hamma joyga suv toshib ketdi. Keyin nima qildingiz? Mana Jib Group kompaniyasidan issiq va sovuq suv uchun kanalizatsiya turbalarini o'rnatdim. Bundan tashqari bu kompaniyada plasmas stol-stullar, bochkalar, xullas 2000 dan oshiq santexnika mahsulotlari va xo'jalik mahsulotlari bor. Hammasi sifatli va baquvvat. Yo'q, shunaqami gap? Hamta ko'raylik-chi. Tursiz chapa kiydingizmi? Yo'q, nimaga? Nima ko'z tegmayapti? Bu Jib Group bunga jinam urmaydi. Yo'q. Qanday qarachi? Yo'q, ishlayapti. Ko'zimga ko'z tegdimkina. Vay bana Nazira yuragimni ezma. Ketyapsan, yaxshi. Kelishmaymi, dada? Qayerga ketyapsan? Shunday bitta chimildiqqa kirib chiqib. To'xtabdi. Tog'aynasidan ishtobdi. To'yda ko'rding qancha xarajat bo'ldi. Shularni qoplash uchun ishlab kelasan, o'g'lim. Xo'p, shuni keliningiz olib. Kelib chiq.
qish qochmaydi. Kelganda kirib chiqaversan, xo'pmi? Samolyoting bugun uchadi bola. Xo'p, keliningiz bilan xayrlashib chiqay dada. O'lyapsanmi? O'lyaptim. To'y. Qayerga ketyapti? Keladi. Bir aylanib kelsin. Tezroq kelsin-da, qay bo'lmasa. Keladi. Dada, shuni Bor dedim. Ayta banka bilan turishga olgin bo'ladi. Boshqa narsa olma. Yangilik bormi? O'g'liz Rossiyada bo'lsa qanaqa yangilik bo'lsin? Mana, o'g'ling eshitganda telefon qilyapti. Assalomu alaykum dada. Qandaysan, to'y? Zo'r. Ana qo'shnimiz Jo'rabek to'yi men bilan bir kunda bo'lganda o'sha farzandli bo'libdi. Zo'r bo'libdi-ku. Sen u narsalarni o'ylama, sen ishni qilgin bolam. Shunga men ham borsam farzandli bo'lsammi degandim. Qayoq? Alo, dada qotib qoldingiz. Dada qotib qoldingiz. Qotib qoldimmi? Mashinik, aldab kelmoqchi bo'lyapti. Kiysalar yaxshi bo'laydi menimcha. Kiysa sizga yaxshi bo'ladi. Bizgachi? Qarzlarni kim to'laydi, kelin? Yur oldimga tosh. Boshdan qocha. Nima qilyapsiz, Xudo? Quda, odam bodammas ekansiz. O'g'lingizni to'y kuni Moskvaga uchirib yorib, qizimga oson tutmang-da. Haligacha qaytgani yo'q. Keladi. Nima qizingizni sabr qilishga o'rgatmaganmisiz? Sabrni ham chegarasi bo'ladi. Qancha bo'ldi ketganiga? Endi 7 yil bo'ldi-ku. 7 yil qachon qaytadi? Ha, bir oz qoldi, 5 yilda qaytadi. Satqayi odam kel. O'g'lim, to'xtang. Ha? Ketaman deyapti xotining. Bizga ham oson tutma bolam. O'zing gaplash. Ha, jo'natding pul jo'natibdi. Pul jo'natibdi. Qachon jo'natding? O'lay odam bo'lmaydi. Bunga pul kerak, pul. O bola kerak emas. Yaxshimisiz, dada? Tinchlikmi? Tinchlik emas bolam. Jo'raqul akayning o'g'li dadasiga mashina sovg'a qildi. Men ham pul yig'ib qo'yganman, unda qaytaman, o'zim olib beraman. Sen inaylik, qayoqqa qaytasan? Sen pulni jo'nat, o'zim bilaman qayerda olishdi. Bozordan olaman. Onlayn ham, offlayn ham olsang bo'ladi. U qimmat emasmi? Qanaqa qimmat? Baholash xizmati bor. 1 minutda mashinaning narxini bozor narxida chiqarib beradi. Endi o'zim borganda kraskasini ko'rib beraydim-da. O'zlarining servislarida diagnostikasi bor. Viber bormi? Sen nima deyapsan? E'lonlar bo'limida 10 mingtadan oshiq mashinasi bo'lib ketdi. Yangisi ham bor, minilgani ham bor. Sen pulni jo'nat bo'ldi. Men qachon qaytaman, dada? Sen Alo. Yana qotib qolyaptimi? Alo. Oppo. O'chirdimi? Qaytaman deydi. Menga bu buncha qaytishga qiziqadi. Nima poylayapsiz, kelin? Nima poylayapsiz? Bechora ham qiynalib ketdi. Dada, men Rossiyadan keldim. O'g'lim. Bu onaxon kim edi? Bu xotining bola. Assalom. Zarami? O'g'lim. Rossiyada soqqani qilding. Endi farzandli qil bolam. Bechora yigit Rossiyadan pul topib keldi-yu, lekin normalniy zaqchani ham tortib keldi. Ana endi ayting siz, ular farzandli bo'la oladimi? Sinor. To'yingga yetib keldimmi? Onasi. Voy otasi, rahmat. Zaksga nechta mashina aytding? 3 ta. Madam o'g'lim to'yiga nechta aytdi? U 4 ta aytgan. Biz 10 ta aytamiz, tushundingmi? Pulimiz yetami? 20 yil Rossiyaga nima uchun ishladim? Madamimdan o'taman deb ishladim. Onay! Voy onay! Ha, otasi? To'yiga nechta odam aytding? 300 ta. Madamin nechta aytgandi? 400 ta ekan, 450 tami? Sen 600 ta odam chaqir. Yetmasa qo'shni qishloqdan chaqir. Bo'lsin, madaminikidan zo'r bo'lsin. Xo'p bo'ladi. Tog'a, Rossiyaga olib keldingizmi? To'yda ko'rasan qanaqa shikoyat olib kelganimni. Mana qara. Sen sunnat bo'lganmisan? Ha. Bo'lmaganingda qo'shib yuborardim to'yga. Otasini ham qarang. Ikkitagina qo'yib qo'yamizmi?
Madamni nechta so'ydi? Ikkita qo'y, bitta inoq so'ydi. Biz 4 ta buqa so'yamiz. Pul ketsa ketsin, obro' ketmasin. Zo'rsiz otasi. Menga qarang otasi, mana yerda kitob odam turadi. Mana yerda qovun tarvuz, mana yerda suv ichimliklar, mana yerda non, pul, shirinliklar hammasi bo'ladi. Pinchoza salatlardan, xullas dasturxoningiz to'ladi. Mana yoq bo'sh qolyapti-ku. Shu joyda o'ylamabman-ku. Madamni nima qo'ygani bu yoqqa? Rossiyskiy shokolad qo'ygan. Biz iskoni bonbonidan qo'yamiz. Zo'r vafli. Rossiyskidan o'lsa o'ligi ortiq. Raz, brikuch, raz, brikuch. Salashni o'rganyapsanmi o'g'lim? Daka. Kim bu sotaqo'zi? Artist. Isming nima? Botir Qodirovning shogirdiman. Ismdan qo'lni qarab, daka. Madamni to'yiga qaysi artist chaqirgandi? Hamdam Sobirov. Undan zo'ri bormi? Inna bilan jahqalib. Bor o'g'lim, chaqir. Zo'r bo'lsin. Madamnikidan zo'r bo'lsin. Dadasi bu jahalipingizning qo'shiqlari o'ynab bo'lmayapti. Majbursan endi, o'yna, obro' uchun o'yna. Jahalib, Cho'ton, broton. bu to'yga o'zi qanchadan chiqyapsan? 20 So'mdami? $. Zo'lingga bir 2 soat ko'zimga ko'rinmasa o'ldirib qo'yaman. Chay xarishni $20,000 chaqirdi. Yeshcha qishloqda bitta manma. Sog'inganman ota mehrim. Siz onamga o'xshab keling. Otajon shu hamma xalq ichida sizga maqta sovg'a qiladi. Mana shu avtomobil sizga ota. Voy! Kutmagandim, bolam, kutmagandim. Xalq oldida obro'yingni ko'tarib yubording, jon bolam. Rahmat bolam. Kelapanmi? Hozir qilib Bunga o'ynasa bo'larkan. Ayna! Inangga rahmat. O madamı. To'xta. Cho'ntagingga nima sovg'a olding? Nima? Stoldagi eng zo'r narsani olibsan-da, ha? Bo'ldi, Sherbutda tan oldim. Qishloqdagi biri sensan, eng zo'ri. To'xta. Zurnoy pasta, rossiyskiy. Nima qilaman men? Kuygan joyingga surtib qo'yasan. Rahmat. Tez bo'lyapti otasi. Inna qizim ketyapsanmi? Da, xo'sh. Spasiba. Ertaga kelin salomni ham shu inna qizim aytsin. Voy, salom nima? Да. Деньги есть? Много есть. Все, тогда завтра приду. Пока-пока. Завтра. Благодарю. Martin nima sotyapti? Gel hadi pulunu berishim kerak. Sen kimsan? To'yda o'g'lingiz moshina bergandi, sizdami? Ha. Shu moshina siz nomingizga kreditga chiqadi. Xabaringiz bormi? Ota, keliningiz bilan salonga qayerga boramiz biz? Rossiyaga. Nimaga Rossiyaga? Zo'r ish topib beraman. Kelin bilan birga ishlaysan. Hisoblab chiqdim, 25 yil ishlasak, hamma qarzimizdan qutulamiz ekan. Ha, siz ham borasiz-a? Men bormayman. Nimaga? Deport bo'lganman. Shaqlo bo'pti, men ishga ketyapman. To'xtang. Nima bu? Mening telefonimmi? Sizni telefoningiz. Qizlar bilan yozishganingizni qarang, uyalmaysizmi? Nasiba, Gulsana, Maftuna, Zarifa, Nunusha. Katyaga yuborgan rasmingizni qarang. Uni yuborgan rasmini qarang, uyalmaysizmi, Bobur aka? Komosh, momosh. Shular bilan yozishib yuring, jonim ketdi. Bas. 1 minut vaqt bergin menga. Bu ayollar любой parolni ochadi desa ishonmasdim. Endi tupikdan chiqish yo'llarini o'ylash kerak. O'yla. Shahlo, men ko'p o'ylab ko'rdim. Agar bu xabarni onam eshitsa bilasan, kasal bo'lib qoladilar. Otam eshitsa, вообще oshirib yuboradilar. Bobur aka, dadajonni, ayajonni men ham yaxshi ko'raman. Lekin bu qizlar kim?
Hozir bilmaydi. Yemadi-ku bu atmaska. Boshqa atmaska o'ylash kerak. O'yla. Kim o qizlar? Bor ketsa ketaver. Bor, qaror qildim. Bor ket. Sendan boshqasiga uylanaman. Qizlar qurib qopdimi? Nima erkakchilikda bo'ladi-da, yozishadi endi. Bor ket. 1 minut. Bobur aka, men o'ylab ko'rdim. Boshqa bu xatoni qilmasangiz, kechirdim sizni. Yo, men boshqa yozishmayman. Boshqa yozishmayman, xo'p. Xo'p. Baxtiyor usta telefon qilyapti. Alo. Jonim, kelyapsizmi? Qoldim. Jonim? Mana shu. O't. 1 minut hozir chiqaman, xo'p. Nima bo'lamayli qilib demaysan? Nimaga bermaysan? Bir kun ishladi. Shu yerda gapirsan onangga. Men nima deyman? Ayam nima desa shu bo'ladi. Bering. Osir. Gip sherbutani ham yiqitasanmi? Voy tentak. Sariq mushak qarab tursan hali. Nima deysiz endi qo'shni bu bolada endi. Siz jim turing. Sen saripchak nimaga olimga chil berding? Hozir chil ber, davay. Ay desin bu ya. Aydi. Ay. Yana bir marta olimga teyinsan, ko'zingni o'yib olaman saripchak. Ranging yoqmaydi o'zi seni. Aya. O'zto'sin polvon, meni bilasan-a? Olimga jutqizmasang jirtaman bola lekin. Bo'ldi, xolos taniyman. Davay. Aya tursun polvonni yutdim aya. Ura, Toshkentga o'qishga kirdim. Aya sariq popshak o'qishga kiribdi. Mani eshik qisqanmi? Buncha chiroyli joy ayajon. Shunday joyga olib kelaman-da, Toshkentda bitta jirtamaysiz. Oti ham Temsi. 1-oktyabrgacha qabul ekan o'g'lim. Shu yerda o'qiysan-da katta olim bo'lasan-ay. Maza qilib o'qiyman. Bolajon, o'g'lingiz juda yaxshi, a'lochi, lekin Sherbutada qanaqadir g'ayritabiiy holat sezdim. Qanday? Xaritada Afrikani topib ber desam, men olganim yo'q deyapti. Ama olganim yo'q-da. Nima qilaman? Boshimga uramanmi Afrikani? Yoshlik qilganda bolam, hamma ona ham bolasi uchun hamma narsaga tayyor. Men ham mana shu juzligimda sotayda ham sizga pulni beray. O'zi qancha turadi Afrikangiz? Jim, aka nima ish qilish kerak? Shu uyga bir tandir qurish kerak edi-da. Tandir nima bo'libdi? Tualetga yo'l-o'rganki bizni. Yana aytadi. Aka ustal berishni topdingiz. Bo'ldi, o'tiringlar davom ketdik. Men boraman. Sen borasan. Xullas, mana shu tandirni sheriginaga o'rnatish kerak. Bo'ldi, quramiz. O'zbekcha quraylikmi, Yevropoyskiy quraylikmi? Yevropoyskiy zo'r bo'lsa kerak. Ha, Yevropoyskiy zo'r chiqadi, Nesfonga qurganmiz. Azal qizim, ustaka keldi uyga. Sherigim bolajonda qizchaysizmi? Ha, qizim. Voy, mama. Qo'lingdagi tashlab bola yig'layapti. Mana. Bolg'ani tashlab bola yig'layapti deyapman. Qizim. Patpanak, bolani tashlading, bolg'an emas. O'zi aytdingki, bolani tashlab bolga qo'rqyapti deding. Men bo'lsa, endi bola katta bo'ladi-da, shunday yiqilib. Mana usta. Miyangni qattiq. Nima u? Hech. Xom g'ishop kepsan qisadi, pishgan g'ishopga necha yil gussalarimiz uka? Pishgan qishmi hozir? Ustani bo'rishni kuttiryapti-da bu Kante. Qayerda qoldi bu ha endi? Nima qilyapsan, Sadri? G'isht pishiryapman. Ey, san mani dardim. Sana deb 100 yilga qaradim. Shashlikmi bu senga pishirasan? Sadri, hali zo'r bo'lib ketsam o'zim seni tortib yuraman. Lekin sen javoniga tormoz bo'lmagin. Nima tandirni ichiga kirib olding? Ichini shuvayotgandim-da. Ichiga kirib shuvaydimi, jinni? Qanday chiqasan endi? Nimaga kirasan ichiga, ha? Tupoy. Usta, o'g'riyapti fabrika. Ustani bo'rish shunaqa qiladimi? Aylantir qani. Bitta aylantir qani. Qanday aylanasan? Sinadi tandir, sindi. Qani chiqdim-ku. Sindi tandir. Zato chiqdim-ku, jo'ra. Skochlar. Qanday skoch? Bilmayman, svarka qilasanmi, skochlaysanmi, tandir joyiga qo'y. Nima bu?
O'ziz Yevropoyskiy bo'lsin dedingiz-ku. Gaz ballon nimaga? Ha, ichida o'tin, tapi yoqmaysizda, shu gaz ballonni yoqqasiz, ichi qiziydi. Innovatsiya. Lekin rostdan ham ustani bo'riz ekansiz. Hech kimda yo'q, ko'rmaganman bunaqa tandir. Bir yoqib ko'ray, ha? To'xtang, yoqmasdan turing. Bir sal chetroq o'tib turaylik. Endi yoqavering. Yo, bismillah. Yo. Tandir jalka ketdi-da. Sadri, hozir qochmasak o'zimiz ham jalga ketamiz. Qoch! Pul go'shtlikda Sadri, pul go'shtlikniki. Bechara, nima qiladi? Portladi-ku. Nimaga bizga hech omad kelmaydi? Tochkayni yo'qda Sadri. Megabaytim yo'q. Yo'q, zo'r bo'lib ketsam tortaman o'zim. Yo'ndi. Omad keldi. Yo'q, omad keldi. Jo'ram, mashina yutib oldim. Qanaqa qilib? Davr bankda Davr Mobile 2 ilovasini yuklab olgandim. 8 ta shartlardan bittasini bajargandim. BYD yutib oldim. Yo'q, faqat BYD yutib oldingmi? Yo'q, iPhone 16 qimmatbaho sovg'alar, pul mukofotlari ham yutib olishing mumkin. Men ham yutib olsam bo'ladimi, Jo'ra? Ha, aksiya 22-noyabrgacha bo'lib o'tadi. Muncha omadlisan, Jo'ra. Endi meni tortib yurasanmi? Nima qilyapsan sen? Zo'r bo'lib ketsam tortib yuraman deganmidim? Ha? Mana seni tortib yuribman. Boringga shukr, do'stim. Tort, qattiqroq tort. Madam Shake, madam Shake.